Assalomu alaykum aziz aka-ukalar, jigarlar, xush kelibsizlar kanalimizga. Sizlar bilan men Sirojiddin Sizoyamov telekanalini kuzatyapsizlar. Jigarlarimiz, bilasizlar, bundan bir necha oy oldin mana shu ustokalarimizni sizlarga rekomendovat qilgandim. Ya'ni ishiga javob beradi. 100 200% garantiyasidan deb. Shu ukalarimiz o'zi aylanib mana shunday qilsa 5 kun maydalab mana o'zi hozir shahar territoriyasida ishlayapti, Gidrada. Jigarlarimiz va betonni ko'ryapsizlar, qanday kачественный qo'ygan ishiga javob beradigan bolalar hozir. Men ham o'zingiz bilasiz, uncha insonlarni reklama qiladigan inson emasman. Ishiga javob bermayman, значит bizga u kerak emas. Chunki men sizlar bilan shuning uchun yaxshi ustalarni bizga reklama qilyapman. Ya'ni bu abadiy qoladigan narsa. Ertaga yorilib ketib, boshqa bo'lib, bunday gap bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun hozir mana ustalarimizni chaqiramiz. Kim qanaqa? Xudo xolisa ustalarimizdan yana bir nima deydi? Buning nechiga necha, yeni santimetr necha so'm, qayerga qanday dastlabga hammasini tushuntiraman. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Zo'rmi? Tinchmi? Salomatlar yaxshimi? Shukr, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Ayomidim TVning dushim muxlislari, dushim obunachilari. Mana bugun biz buni aplikatsiyamizni tavsiya qilamiz sizlarga. Beton uy chegara monolitiga doğru qo'yib beramiz. Bulardan so'ng eslamlar bir uylarda monolit bo'ladi, podvol bo'ladi. O'shalarda ham qo'yib beraveramiz. Monolit ham bor. Nimamiz bor. Bu hozir bu betonimiz aplikatsiya hozir. Uymi bir? Uy bu. 8 xonaga uy. 8 xonaga uy. Balandi nechi bo'lyapti buni hozir? Balandligi har xil 70 dan to 95 gacha bo'lyapti. Endi yerning ukloni bo'ladi. Keyin diagonal qanday? Diagonalga javob endi. 200% garantiya. Garantiya 200%. 200% garantiya ko'ryapsizlar. Diagonalga javob. Keyin bu hozir 10 santimetr necha so'm? Endi bunday narsa aytishim kerak-da, brachka. Hozir mana shu territoriyada bo'lsa, qandaylar bir xillar garovdan telefon qilish mumkin. Uyaldan telefon qiladi, dusham telefon qiladi. Misol shu yoqlarga qanday dastlab biz standart qo'yib olganmiz. Masalan, mana 30-40 bo'lsa, 13 tomondan bo'lyapti. Agar 45 50 bo'layotgan bo'lsa, ular 15 tomon bo'lyapti. Bu biz boshqa narx bo'lmaydi. Bizniki shu 13, mana 40, 45, 30, 40 shu 13 tomon. 13 tomon. 13 tomon. 1 metrda 130 so'm bo'ladi. Agar kvadrat короче. Agar yeni 40 emas, 45, 50 bo'layotgan bo'lsa, masalan, ba'zi yerlarda bo'ladi. Ular 15 tomon bo'lyapti. 15 tomon. 150 so'm. Hozir men tushunishimcha 1 metr mundagasiga 40 bo'lsa, ya'ni 130 somon. 38 40 bo'lsa 130 somon. Agarki bordiki 45 bo'ladigan bo'lsa, bu 150 somon bo'ladi hozir. 20 so'm. Chunki bu qancha endi bo'lsa, mehnat ko'proq talab qiladi. Shuning uchun. To'g'rimi? Shunday. Bir betonlaringizni ko'rsatib bo'ladimi? Bo'ladi, bemalol. Xo'p, mana ustiga chiqib biz aylanamiz. Xona nechiga necha bu? Bu 4 ga 640 da bu. 4 ga 640. 640 mehmonxona bu. Mehmonxona. Bu ham bu yerdan bo'ladi. 5 ga 4 metr bo'ladi bu ham. 5 ga 4 metr. Bu ham jinskiy mehmonxona bo'ladi. Endi mujizga jinskiy mehmonxona, mana do'shlarimiz bor. Mana razdivolka xonamiz bor. Mana kaldor bu yerda spalni 3 ta spalni chiqadi olib berdi. Bu dush pushlar bu yerda. Bu yerda o'rna turni dushda bu. Mana razdivolka xonamiz. Razdivolka, dush. Dush ichkarida bo'ladi. 2 3 4 5 6 7 ta. 8 ta bo'ladi. Ana yerda yantarda pergotamiz bor. Pergotka bo'ladi. 3 ta spalni bo'ladi bu yerda. 3 ta spalni bo'ladi. Juda proyekt ham chiroyli. Shunga yarasha beton ham вообще leylin kerak turibdi. Nima deydi? Bu insonlar qo'l mehnat bilan, peshona teri bilan ishlayapti. Osh bo'lsin, qandini ursin. Shuni shu ustokalarimiz uchun bitta like bosib, podpisa qilib, kommentariyaga omad ishingga gazini bosib ham deb qo'ysangiz, bular o'qiydi, har bir kommentarni o'qiydi. Yana motivatsiya bo'ladi ukalarimizga, gazini bosadi ishingizga qiladi. Xo'p. Men chunki ko'ryapman azizlar, mana qarang, bir xil yerlarga boramiz. Betonlarni ko'ramiz, to'g'ri. Nima deydi? Ular zo'rma-zo'r ustalar ham bor. Endi aytib o'tishim shart emas uni kim va qayerda bo'lganligini. Mana hozir men shu ko'rib turgan narsam lelinkada turibdi. Javob deyapti, ishiga javob beradi. Chunki endi ba'zi yerlarda bo'ladi, жаңа uklon bo'lgan payti 2-3 santimetr bo'ladi. U 2-3 santimetr bo'ladi. Narsa men o'zim stroykada ishlaganman. Mana shuncha ob'yomga 2 santimetr ish
rol o'ynamaydi aslida. Unday uklon bo'lishi bor-ku, eksan bo'lmaydi. Chunki hamma gilamni diagonal bo'lishi kerak. Ertaga krishani ko'targaningizda krishani shpiringiz bunday bo'lib ketmaydi. Shuning uchun samg'alami bular eng asosiy ishni mana shu beton bajaradi. To'g'rimi? Shunday. Beton sifatini uni ko'rib turibsiz. Betonning sifati zo'r. Bunga keyin sement qancha qo'shilyapti? Endi 40 lar bo'lsa, shu 1,5 kvadratga 1 kvadratga 1,5 xoltalar ketadi-da endi. 40 bo'lsa, ha, 40 bo'lsa. Ba'zi joylarda masalan 50 ham qo'ydik, 45 ham qo'ydik shu aytgan. Endi ya'ni mana shu zakazchilikning pajlanisi. Ha, armatur nimasiga qarab. Bir xil aytadi, 1 kvadratga 1 xolta qo'sh deydi. Endi uyning nimasiga ham, sasinasiga ham qaraymiz. Tushunarli. Armaturlar bor masalan. Ya'ni mana zakazchik, endi nima deydi, baquvvatroq bo'lsa 1 kvadratga bitta qo'shtirib beryapti. Sal normalroq bo'lsa, bundayroq bo'lsa, 1,5 kvadratga. Bir xillar bo'lsa 2 kvadratga ham qo'sh deydi. Bo'ladi bunday narsa. Shunday. Bu pajlanadi, ya'ni mana shu zakazchiga qarab ish qiladi jigarlarimiz. Mana shu betonni bunday bir ko'rsating, operator. Ko'rsating, mana shunday qarang. O'zi beton qanday turgani o'zi ma'lum. Har bir ko'rsin. Keyin bitta narsa, lelinka olib turibdi, ko'ryapsizlarmi? Lelinka olib turibdi. U uch ko'rinyapti. Men ko'ryapman, sizlar ham ko'ryapsiz, aslida. Bilmayman, kamerada ko'rinyapti, ko'rinmayapti. Keyin usta, bitta narsa, mana shu bir xil joylarga, uzoq joylarga dastlabki qilish kerak. Apalabga olib shu qanday bo'ladi? Olib borish uyning egasini bo'yniga, masalan, любой joyga bo'lsa ham uyning egasini bo'yniga, agar masalan shahar boshqa joylarga bo'lsa, olib borish o'zining bo'yniga, olib kelish bizni bo'ynimizga. Olib kelish o'zimiz olib kelamiz, olib borish masalan mashina pulini dastlabkani beradi. Qancha 500 so'm, 300 so'm, 200 so'm. Endi Rossiyaniga qarab bo'laveradi, to'g'ri. Rossiyasiga qarab shunday. Endi bitta narsa mashina jo'natadi yoki o'zimizda mashinlarimiz bor. Aziq bo'ladi, bitta narsa, mana shu bir xillari uzoq joylardan dastlabki qo'yadigan bo'lsa, agar dastlabkiga bir tomonni siz to'laysiz, bir tomonni ustalarning o'zi ishingizni bitkazib, o'zi to'laydi aslida. Shuning uchun endi bu yo'lga qaraydi. Uzoq, yaqin Rossiyaniga qarab, masalan 500 so'm, 1000 so'm. Dushamlar bo'lsa, portlar kam 1000 so'm pul oladi. Keramda bari bir tomonni bular to'lasa, bir tomonni siz to'laysiz, to'g'ri keladi. Yana nima masala qoladi bizga? Yana bitta narsani aytaylik, agar если chegara uy puylari bo'ladi, masalan 200 kvadrat, 300 kvadrat, masalan 200 kvadrat, 100 kvadratdan oshiq bo'lsa-da, biz mana 13 deyapmiz, 13 dan emas, skidka qilib beramiz. 12,5 dan 12 dan kelishadigan holatda qilib beramiz. Keyin yotayotgan joyi bo'lsa, yotib ishlaymiz. Agar yo'q bo'lsa, mana bezin bor kelishimizni, bezinni ham kelishib nima qilamiz. O'zimiz texnikalarimiz bor. Tushunarli. Shularni. Endi azqilib bitta narsa, mana shu bir xillar uzoq bo'lgan ustalar charchaydi-ku. Imkon qadar joy bersangiz, yotib ishlagan kelmaydi. Mana shu kunning kechigacha ishlaydi salqinda. Keyin yotib dam oladi, yana sahar turib ishlaydi. Bular bor, kel qilgandan o'sha yarim kun yo'lda o'tib ketadi. Shuning uchun bizlar iltimos qolardimki, agar imkon bo'lsa, uyingiz bir chekkasini joy berib qo'ysangiz, endi nima deydi? Shu vaqtda ovqatini choyini berasiz, hammamiz ham shu. Jigarlarimiz, ayomidan tebidan deysangiz, albatta ishning oxirida biz skidka bo'ladi. Skidka berasizlar. Bo'ldi. Lekin bular idealni bitta o'zining gruppa bular. 4 kishi, mana hozir kamera ortda turibdi, biri operator bo'lib turibdi. Mana bu glam usta bu yerda ishiga javob beradi. Kachествosiga ham, boshqasiga ham любой taraflama javob beradi. Mana men shu yerda bo'lsam, bemalol qo'rqmay zakazni bering. Avans to'laysiz, Rossiyada bo'lsangiz, ishingizni tars boshlaydi. Tamom. Bironta problema yo'q. Sizdan nima talab qilinadi bular uchun? Tosh, gravel, sement. Tamom, suv. Shu. Ishni bular gazini beradi. Shularni siz muhoyaga berasiz. Tamom, qolgan ish bilan ishingiz bo'lmasin. Siz faqat qabul qilib olasiz. Proyektni qo'lga tushirasiz, qabul qilib olasiz. Tamom. Tushundingizmi? Shunday. Oldingida lapatka olib, uni olib, undaki yo'q bizga. Hammasi bor. Faqat lapatka, arava, satil, pal, xullas qilib nimaiki bo'lsa, mana shu ishlatgan o'zlarida siz faqat suv, shebin, tosh, sement. Tamom. Jota joyini berasiz, uch ovqatni berasiz, problema yo'q. Nima deb qolaman? Ishlaringga omad tilang. Gazini bosing ham video tagida nomerlari bor, ustalarimizni bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Mayli. Ishlaringiz omad, sog' bo'ling, omon bo'ling. Sog' bo'lingizlar. Sog' mushit, omon mushit deydi. Ne dedik? Qachon bo'ldi? Qachon